Biz reproduktologlar inozitol xolin, ya'ni inaksol preparatini nega keng qo'llaymiz? Hozirgi zamonning dolzarb muammolaridan bittasi bu ortiqcha vazn. Ortiqcha vazn qonda insulin va zararli xolesterin miqdorini oshishiga olib keladi va buning natijasida organizmda gormonal o'zgarishlar va umumiy yallig'lanish kuzatiladi. Inaksol hujayralarni insulinga bo'lgan sezuvchanligini oshiradi va qonda insulin miqdorini me'yorga keltiradi. Insulin me'yorga kelishi bu organizmda gormonal fonning to'g'irlanishi va umumiy yallig'lanishning pasayishi degani. Aynan inaksol preparati ovulyatsiyani tiklanishiga yordam beradi. Shu sababdan bepushtlik bilan aziyat chekayotgan juftliklarga inaksol preparati tavsiya qilinadi. Bu preparatni qo'llash davrida homiladorlik yuzaga kelishi mumkin va bu homilaga nojo'ya ta'sir qilmaydi. Hattoki emiziklik davrida ham qo'llash mumkin.